2 oy bo'lib qoldi. 2 oy. Gapirishgan tasirlar. Tomog'ida o'rgan. Yo'q. Og'zimga tasir. Yaxshilab pichirlab. Qo'lingizga ham hijoma qilganmi? Ha, qildi yaqinda. Groins qolmadi, sanatoriyasi ham qolmadi. Bemalol ko'tara olmaysiz qo'lingizni. Ko'taramam yo'q. Bunisi yaxshi. Yaxshi. Keling bo'lsa. Sanatoriya, licheyni hammasini qilib yuribsiz 2 oydan beri. Unda oldin yaxshi edimi 2 oy oldin? Bosh bu yoqda bo'lsin, pastga qarab. Demetri qildik. Bundan oldin o'smalar qolmadi. Ukollar qolmadi. Kuniga 4 ta 5 tadan ukol. O'sma ham shu 2 ta 3 ta labandaji. Og'riq qoldirgich. Bulardan og'riq qoldirgichlardan nima qilsam вообще Og'rish ham 24 soat og'riydi-mi, opa? Shunday. Nerv nimalari qisilgan dedi. Sanatoriya ko'ringlar dedi. Fizioterapiya hammasini qildik. Azoni qolmadi. Даже Toshkentga kinzalogma nima degani bor ekan. Unga bordik. Oy. Qizyapti. Qizikamiz yaxshi-ku. Harakat qilib ko'raylikmi? Oldiga, orqaga. Mana ko'tarilyapti-ku. Yaxshi. Mana boyagidan yaxshiroq ko'tarilyapti. Uyga borib bilamiz. Kechirsin. Oy. Yaxshi. Og'riq qayda bo'lsa aytdi. Hozir tugatganimga yo'q. Qayerdan og'riq? Hozir tugatganimga yo'qda prostaga isitani. Ko'tarmangiz. Qo'llarni harakat qilib. Buni qarang ko'tarilganiga. 2 oydan beri nimadir qilib yuribsiz-ku shu qo'l uchun. Bu vash ishlamaydi. Sen bilingan. Neymiş? Bak. Mana bu var şimdi bayağı gavda bilen birga aylantirabiliriz. Mana bu gavda. Bu